Oldin repetitsiya qilasizlarmi? Atday bo'lib qoldim. Assalomu alaykum. Men Buxoro oblastidan Chortoq rayonidagi Ashrafiy sihatgohiga davolanishga keldim. Barzinglarga salom. Men shivem qirg'iz. Mana shu yerga shifo topaman deb keldim. Men Chortoq shahar Navbahor Mafoya yosh oila ko'chasidan Ashrafiy shifoxonasiga keldim. Asha lichenogina. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Chortoq tumanidan Nishanova Nargiza bo'laman. Mana bugun 5 kun bo'ldi davolanyapman. Sharoitlari juda yaxshi, vrachlari ham juda yaxshi, medsestralar hammalari. Muammo belimda girja disk bordi. Boshimda og'riq bordi, oyoqlarimda og'riq bordi. 5 kunda ancha yaxshi bo'lib qoldim. Bemalol yurayapman. Bugun 6-kun mana. Ash qo'lim og'rirdi. Mana rosa yaxshi bo'lib qoldi hozir. Rosa yaxshi ekan doktorlari. Bunaqa narsani topisham oson emas. Zo'r qarashyapti. Minnatdorman. Shamollaganmiz. Davolangan keldik. Ko'chga shamollagan shunaqa lichena aytdi. Ashrafiyga davolanishga keldim. Bu meni 3-marta davolanishga kelishim. Ashrafiyga kirganingizda o'zi tabiatni ko'rib, bu yerdagi shifokorlarni, xodimlarni kutib olishini ko'rib, o'zi shifo topganingizni his qilasiz. Barchangizga tavsiya qilaman. Bu sizlarga reklama emas yoki boshqa narsa emas. Bu yaxshilikni ilinish. Xonalari yaxshi, issiq, yeb ichishlari ham hammasi yaxshi. A'lo darajada. Hamma narsa bor. Nima desang doktorlarimiz yaxshi, shirin gap ekan. Kasallik ham qochib ketadi doktorlarni ko'rib. Rosa yaxshi ekan doktorlari ham. Rahmat, tanjani sog' bo'lsin. Va qanalari rosa yaxshi, issiq, hamma shariat yetarli. 3 mahaldan ovqat beryapti. Men shifo topdim mana shu yerga kelib. Xonalar zo'r, ko'chlamasa issiq, matraslar yangi. Hamma yo'q joyda, ovqatlar joyda. Yengil bo'lib qoldi mana bu o'zi 4 kunda yengil bo'lib yaxshi xudo xolasa. Mana hozir men 3-marta kelib, mana ekan yotganimga 4 kun bo'lgan bo'lsa, men o'zimni sog'lom holda his qilyapman. Bu yerdagi bemorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar, shifokorlarni, vrachlarni, hamshiralarni muomalasi, bu yerdagi xonadagi sharoitlar, hozirgi kunda inson bitta uyni isitishga qiynalyapti. Bu yerda qancha inson davolanyapti, qancha shifokor xodimlar istiqomat qilyapti, faoliyat olib boryapti. Bu yerdagi issiqlik, ovqatlarini aytmaysizmi, bir-biridan shirin ovqatlar, hammasi joy-joyida. Juda ham sharoitlari yaxshi. Ashrafiy sihatgohini hammaga taklif qilaman. Doktor kelinglar, agar iloji bo'lsa, rosa yaxshi yer ekan. Men 5 kunda nimasini topib bo'ldim bunaki. Atday bo'lib qoldi. Gilena zo'r, sharoitlar zo'r, tozalik zo'r, hammasi joyida. Kelib lichenani olsangiz bo'ldi. Barchangizga tavsiya qilaman. Hech ham adashmaysiz. Aziz yurtdoshlar, barchangizning xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, yangi yilni oila davrasida kutib olishni tilab qolaman.